Leksiyimizde başlayımız hürmetli vatandaş yukarı leksiyana devamı. Bugün Çiğsağa 2020 yıl 5. ayının 22. günü heptiki cüme. Peygamber Musabit devletke aylanıp dünyada üzünün siyaset iddialarını yalanaç tartışmaya başladı. Dokulatımında görüşüldü. 40 yıldan keyin Amerika Qo'shma Shtatlariga aniq bo'ldiki, bu sualla Jungo Kompartiyasining Jungoda iqtisodiy islohot va siyosiy islohot elib berishni cheklashini tuvan mo'ljallangan usul bo'lib qoldi. O'tgan 20 yil ichida Jungoda islohot ostilab ketdi. To'xtab qoldi va chekindi. Dokulatımında görüşüldü. Jungo erkin ekibitilgen asasdaki tertiplerini tanlap elep xalqaro sistemini özüge paydalık bolgan tarafga burab kelishga urindi. Jungoning iqtisodiyot, siyoset ve harbiy kuchini kengaytib, paydalanib, demokratik davlatlarni sada qaytara olmaydigan holga tushirib qo'ydi. Amerika'nın muhim menfaatini jarohatlantirdi. Dünyadaki her qaysi devletlerinin ilgili hukuku ve şu şahsının kadir kıymetini jarohatlantirdi. Dokulatımında görüşüldü. Prezident Trump hükümeti Jungo bilen uçuruşuş Simobil zinnet buyumu bolgandan başka hiç qanday kıymeti yok iş işgalligini bayqıdı. Astriten elip berilgan diplomatik tirişçiliklarının bihudi işgalligi ispatlan. Ümidi Amerika Jungo anıma emde Amerika Jungo'ga aşkara besem işletedi. Jungo bir taraftan vədi bir taraftan oğurluq qıldı. Aqli mülkni qo'g'lash meselesida dokulatmında hisobladi. Qon temib turdi, deyishga bo'ladi. 1980-yillardan buyon Jungo aqli mülk to'g'risida aqli mülkdagi qo'g'lashga oid ko'plagan xalqaro kelishimlarga imzo qo'ydi. Dokulatımında görüşüldü, lekin növbəti bütün yer şarida saxta işlengen mallarının 63%'i Jungo'dan kilovatıdır. Bu dünyada kanunluk, soda ticaret, faaliyetleriga bir neçe 100 milyar ziyan saldı. Dokulatımında görüşüldü. Jungo Obama hükümeti devrede hükümet yetekçiligide soda menfaatleri üçün internet arkalı soda məxfiyyətlikini oğurlaşını to'xtatishga va'da bergan. Prezident Trump Aqsarayda vazifega o'tirgandan keyin 2 yıl oda bu va'dasini Jungo'liklar takrorlab keldi. Lekin 2018 yılının oxiriga kelganda Amerika qatorliq 10 necha davlat dokulat e'lon qilib, Jungo aqli mulk huquqi va soda maxfiyatini qo'lga keltirish jihatda internet hujumini kengaytdi. Jungo harbiy tahdidni umumiyuzli kuchaytdi. Bexatarlik cihati dokulatımında hisobladi. Jungo Amerika'nın ve Jungo'nun özünün etrafındaki qo'shnilarga Amerikaga ve özünün etrafındaki qo'shnilarga xiris paydo qildi. Dokulatımında deyildi, Jungo rahbarlari oshkora bayonotlarda bunday ko'rsatib kelgan. Tahdidga ve qurol ishlatishga qarshi turibmiz. Başka devletlerinin ichki ishlariga aralashmaymiz. Talash tartishlarni tinch yo'l bilan hal qilishga qo'shilamiz. Dokulatda shunda ko'rsatildiki, Jungoning deganlari bilan qilganlari birdek bo'lmadi. Dokulatda Beijingning gapida turmaydiganligi tanqid qilindi. Qo'shni davlatlarga bergan va'dasiga xiloflik qiladiganligi Sariq dengiz, Sharqiy dengiz,
Janubi dengizde Tayvan boğazıda hem de Cungo Hindistan çığıraları da ig'vogarchilik qilishleri ve yuqori besimli harbiy vositalar bilan tahdid selishi tanqid qilindi. Kishilik huquq jihatda dokladda Oqsaroyning izchil maydoni qayta sharhlan. Jungoning kishilik huquqini dafsanda qilishi, harakatlar jumladan Uyg'ur qatorliq osonliq millatlarni jazo lageriga nazarband qilishidan ve dini erbaplarni jazo lageriga nazarband qilish qilmishlari tanqid qilindi dokladda. En ahırda dokladda Amerika'nın Şarkı Janub Asya ittifaqı, Yaponiya, Hindistan, Avustraliya, Koreya, Tayvan qatorliq davlatlar bilan hamkorligini kuchaytirishda umid qilinganligi bildirildi. Yuqorida sizlarga vatandoshlar Oqsaroyda e'lon qilingan Amerika Qo'shma Shtatlarining Jumhur Xalq Jamhuriyati qiratgan yangi strategik siyosati va uning doklad bo'lib e'lon qilinishini qisqacha tanishtirib o'tdik vatandoshlar. Buning to'liq tekshirish yetib kelganda yana qayta ayrim sizlarga yetkazamiz.